Agar Alloh seni kuzatib turgan bo'lsa, bu sening uchun ulkan katta maqom martaba birodar. Bu ne'mat bu. Ammo Alloh senga umuman parvo qilmay qo'ygan bo'lsa, seni kuzatmay qo'ygan bo'lsa-chi? Ma'siyat gunohga botib ketgan bo'lsang ham, ustingga hamma yoq oqib kelayotgan bo'lsa-chi yaxshiliklar. Gunohing, xatoing ko'p bo'lsa ham jazo qilmayotgan bo'lsa, sen buni yaxshi deb o'ylama birodar. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, o'rnidan mukofotni beradi. Chunki Allohning kuzatuvida. Bir talib eshitdi ustozidan. Har bitta qilingan ma'siyat uchun jazo keladi Alloh tomonidan. Kimga keladi? Mo'minga. Alloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga o'rnida jazo beradi. Keyinroq mana shu talib bir oyog'i toyildida bir gunohga yo'l qo'ydi, kattagina gunohga. Ustozdan eshitgan, jazo kelish kerak. Kelmayapti. Bir kun o'tdi, 3 kun o'tdi, bir hafta o'tdi, jazo kelmadi. Shundan keyin duo qildi, Parvardigor, meni jazolamading qilgan gunohimga. Alloh uni qalbiga bir